Pulini berganman, boshqa qilganman. Haromxo'rlar kechqurun 12:30 birdagi qochib ketaveribdi ish tashlab. Qulluqdan kelmasa ishlama hamma. Negativ demasan bo'lmaydi. Qulluqdan kelmasa bug' yeysan, ishqilib qo'pol qilayotganda. Negativ yozadi, ommalarga bitta ish qil desa chichadi. Mana chichib bo'lganda, mashina qilib tomga, onangni nimgurga choqoladim, mashina qilib, karniz mashina qilib choqoladim. 2 kunga indamay mashinaga tashab ketsam, o'zim ishchilarim vaqti bo'lmadi mana shu joyda. Imkon qilolganimiz yo'q. Bu ko'chadan bittasini gaplashsam, "Manuncha so'mdan berasan, og'zini to'ldirib o'qib tashaman, bu qilib tashaman." Bo'ldi, ishenib, "Davay, normalniy pul beryapman. Chiroyli ish qilib ber" deb 2 kunga beparvo qolganishim mana ahvol. Mana mashina qilib cho'kollanadi, mana cho'qqa ahvolim. Qulluqdan kelmasa bug' yeysanmi qilib. Mashina ham ish deb qilganda endi mana 1 santimetr uloq ham soladimi? 1 santimetr mana cho'qqa ahvolini. Bu o'shanga yarasha kelgan bo'lsa ham mayli. Hammasidan qizig'i mana karnizlarning ahvoli bu qanaqasiga keladi bilmayman. Hammasidan qizig'i mana katta trassa, trassani bo'yida qilingan ish. Hozir buzib tashab, buni boshqatdan qilinyapti mana. Buni buzyapti. Mashina qilib chokoladimi? Qulluqdan kelmasa yig'ishtir, tunkasozlikni ham, qurilish sohasidagi umuman hamma ishni. Uy egalaridan xafa bo'ladi hammasi. Uy egalari o'zi aslida borku mashinaqalarga pul bermaslik kerak. Meni ham xatoyim, mana bu yerda uy egasiman hisob. Bu pul mendan pul so'rasa, men pul beraman bu ifloslarga. Pulini berganman, boshqa qilganman. Haromxo'rlar kechqurun 12:30 birdagi qochib ketaveribdi ish tashlab. Qulluqdan kelmasa ishlama hamma.